Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana molimiz davolashdi. Yashir bo'lgan molimiz davolashdi. 4-kun davoladik. Bugun 5-kun hali davolaganimiz yo'q, lekin 4 kunlik mehnatimiz samarasi Xudo xolasa mana oyoqlarini anchagina bosib qoldi va ishtahalari ham ancha ochildi. Sizlarga maslahat, mol yashir bo'lib, o'sha tuyoq chirish kasalligi bilan chalinganda qattiq narsalar umuman yemay qo'yar ekan. Shuning uchun отдельный mana shu bitta mol uchun, misol kattaroq qozonga kepak, kunjaralarni aralashtirib atala qilib qo'yishlarini tavsiya qilamiz. Atala ichadi, yegan sari tanasiga quvvat bo'lib, tezroq oyoqqa turib ketar ekan. Mana 4 kun davolagan bo'lsak, og'izlaridan so'lak oqishlari butkul yo'qoldi. Mana oyoqlarini ancha bosib qoldi. Demak, samarasini berdi shuncha dorilarimiz. Sizlarga ham maslahat qilib qolamiz. Birinchi o'rinda isitmasiga qaltirashni boshladimi, bo'lnol yoki kupendan 3 ta 4 tagacha vesiga qarab ichiraverar ekansizlar. Mana atalani va quruq o't yeyapti. Bunaqa o't olib kelib qo'yganmiz. Beda shu ertalab kechqurun atala ichadi. Obedda bedalaridan tashlab qo'yiladi. Xudo xolasa mana ishtahalari umuman yo'qolgani yo'q. Mol o'zgarish 100% xudo xolasa. Isitmasiga lekin qattiq hushyor bo'lib turar ekansizlar. Xudo xolasa molimiz mana 100% ga o'zgardi birinchi kundagidan. Shu davolashimiz o'sha asosiy margansovkani tinmay sepdik va aktivit sprey. Mana tuyoqlarni qatirib qo'yadigan. Bunday qilsak, aktivit sprey. Mana shu usul davoladik, mana molimiz xudo xolasa yaxshi. Bugun ham o'shani davom ettiramiz. Yaxshi bo'lib qoldi, bu to'xtatmaymiz.